Muhabbatdan afzal tarbiya yo'q. Abduri Mustafa O'g'uz. Oshxonada g'izalanyapman. Orqamdagi ustalda oshxona xo'jayini 10 yoshlar chamsidagi o'g'ilning topshiriq ishlashiga yetakchilik qilmoqda. "Moshunimi ishlayamidingmi? Qapoq kallangni ishilta!" degan yuqori ovozli tanbih bilan cho'kam og'zimda turib qoldi. 1,5 yoshida hurmat tuyg'usi shakllanadigan 10 yoshli bola ko'z oldimda onasining noqishlari ostida qoldi. Ko'zim bolaning ko'zi bilan uchrashganida u g'ururini qo'lidagi qarindoshining uchiga bosdi. Qarindoshning uchi sundi. Ana qarindoshni qayta ushladi. G'ururini bilikiga chekib olgan ota bolaning ko'z oldida onani tilladi, dushkalladi, hatto urdi. Bola onasining bechora chiroyini ko'rdi. Echinishlik nolisini eshitdi. Ko'z yurakka o'ng qo'l vazir, quloq yurakka so'l qo'l vazirdir. Bolaning muhabbat yo'nalishi ota-onaning til va qo'l xarakteridan keladi. Kimlik so'radi. Onangni urgan kim? Bola aytdi. Otam. Vijdon so'radi. Onangni ko'z oldingda urgan boshqa birisi bo'lsa, shundoq sukutda turarmiding? Bola aytdi. Jonim qurbon edi. Muhabbat so'radi. Sen otangni so'yamsan. Bola aytdi. So'raydigan boshqa savoling yo'qmi? Ana 17 yoshli qizining qo'lidagi 75 degan nomer yozilgan imtihon qog'oziga qarab kayishga boshladi. Sizni o'qisin deb uchamga tuzukroq kiyim kiyib baxmadim. Sizning yeshingizdagilar opasini beqivatidi. Bundaq o'qigandan kiyim tikuvchilikni o'rganing bo'ldi. Kishining namratligi bolaning gunohi emasdir. Turmush namrat bo'lsa bo'ladi, ammo tarbiya namrat bo'lsa bo'lmaydi. Namratlik qozoniga selingan namratlik tarbiya eshida oqso'ngak quvvati bo'lmaydi. Oqso'ngaklar iqtisoddan ayrilgan, ammo oqso'ngakcha tarbiyadan ayrilmagan namrat oilalardan chiqqan. Otaning uyiga uning og'inisi bolasini elib mehmon bo'lib keldi. Ota o'z o'g'lining oldida og'inisining bolasini qattiq maqtab ketdi. "Sening bu o'g'ling ajoyib bola-da, o'zi shundoq aqlli. Kesib aytamanki, kelgusida qaltis bola bo'ladi. Mening mavi balamga po'qini do'rayanmaydi o balangni." Aradan 20 yil o'tdi. Otaning maqtagan og'inisining o'g'li zaharlik chekimlik setib tutilib, hayoti kishallandi. Yaramsiz deb qaragan o'z o'g'li dangliq savdogar bo'lib, otasining xizmatini qildi. Vadarx, hayot mana mushundoq tetimliq. Pas ko'rilganning yeri hech qachon pas bo'lmagan. Mijozi ochiq, o'qish natijasi shunchalik yaxshi mengayotgan bir boshlang'ich maktab o'quvchisining darsda favqulodda chekinishini va birdili jimg'ur bo'lib kelishini bayqagan sinf mas'uli bolani ishxonaga chaqirtib, sababini so'radi. Bola samimiylik bilan: "Ota-onam kunda jadallashidi", dedi. Kishilik hayot g'avg'osi bilan mashhur. İnson bilan inson orasidagi oraliqda bir eg'iz gap o'shiq yoki kam qistirilgan bo'ladi. O'shiq bir eg'iz gapni minnat, g'ayvat, hasad o'g'itlaydi. Kam qolgan bir eg'iz gapda minnatdorlik, muhabbat va esdashlik qurtlaydi. Ota-onalar diliga ma'lum bo'lgan bir eg'iz o'shiq gapni bayon aylashdan yoki bir eg'iz kam gapni yutib etishdan burun o'zini qarshi tarafning o'rniga qo'yib ko'rmiki zarur. Farzandlar o'shiq va kam bir eg'iz gaplarning qurboni bo'lmoqliq. Muhabbat tamponligi. Ana maktabga chaqirildi. Muallim onaning qo'liga 9 yoshli o'g'lining muallimga yozgan xatini sundi. Ana
xatni qo'liga ilib o'qib etib, qo'llari titrab ketdi va ko'zlaridan yoshlar qo'yilishga boshladi. Xatning mazmuni mundaq edi: Mening ota-onamning ajrashib ketganiga 5 yil bo'ldi. Menga opam qaraydi. Dadam bilan pat-pat ko'rishib turaman. Ammo har qatim ko'rishganimda dadam menga opamning askiligidan ajrashib ketganligini deydi. Opam bo'lsa, doim menga dadamni odam surat hayvon deb tillab beradi. Qaraganda ota-onam eski odamlar o'xshaydi. Muallim, siz o'tganda bizga eski odamlardan yiroq turinglar degan edingiz. Men qanday qilsam bo'ladi? Ajrashish hodisalik o'rnidan normal. Halbuki bu yo'lni tanlagan bir qismlar uchun farzand o'zlari boshdan kechirgan qorong'u kashmishning tajriba chashqini xolos. Ota va onaning muqaddaslik davosi balkim muhabbat tangpongligining sirtida. O'z ota va onasiga muhabbatni tangpon saqlamagan bolaning hayotlik qarori balkim idroksiz. Qobil ota yoki ona bo'lish balkim oson. Ammo odil ota yoki ona bo'lmak ba'zi mushkul. Muhabbat odilsizligi, muhabbat tangponsizligining ishki jarohati. Qutubsiz muhabbat. Bizga qo'shni bir jup yosh ota-onalar davomliq degidak xatolik o'tkazgan 3 yoshli qizini eshik sirtiga chiqarib qo'yib jazolaydi. Qiz xili uzungacha echinishlik nola qilib yig'laydi va eshikni echib beringlar deb yalvoradi. Ammo ichidan dadining yoki onaning gap anglamaganning jazosi mushu degan javobi takrorlandi. Ba'zida amdil 9 oylik qizim Farzana o'ynayotgan o'yinchiqlarni qo'yib, qizning yig'lagan ovozini tinglab, sukutga to'ldi va chiroyi bir xil hayronlik tusga kirdi. Ondan menga yoki opsiga xuddi adashni uyga akirib olayli degandek yestashlik nazarda qaraydi. Muhabbat hech bir inson qalbidan yo'qolmaydi, balki qutubsiz qoladi. Yakki qutupluq batareyadan elektr hosil bo'lmagan kabi o'z jup qutubini topolmagan muhabbatning marhamat nuri o'chidi. To'g'ri muhabbat haqiqiy muhabbatdan martibalik. Zira farzandingga to'g'ri muhabbatni tanla. Bilim dunyoni kichiklatdi. Muhabbat arazni, bilim aloqani qulaylashtirdi. Muhabbat inoqlikni, bilim salomatlikni asliga keltirdi. Muhabbat saxovatni, biri farzandini o'qimishlik qilib, muhabbatlik qilishdi yengildi. Oqibat o'zini butunlay mag'lubkor his etdi. Dunyoda muhabbatdan afzal farzand tarbiyasi yo'q. Muhabbati qutubsiz farzandning balkim ma'naviyati och farzandning balkim hayotlik qarori qorong'u. Qalbning qorong'uligi dunyoning zulmati. Xo'sh qadrli tanishlarman do'stlar. Deymizmi, hayotimizda muhabbatdan ortiq, muhabbatdan afzal tarbiya yo'q. Balkim sizni turmush va xizmat besimi charchatgan bo'lishi mumkin. Bir uyninki mo'risdan is chiqarish uchun, bir oilani obdan beqish uchun siz tirishayotgan bir inson bo'lishingiz mumkin. Lekin siz men tirishayapman, to'xtamay oilam uchun, farzandim uchun badal to'layapman deb qarab, shu farzandlaringizga yetkazadigan otalik va onalik mehr muhabbatni, vafo va kuyimni aysangiz, siz yana mag'lub bo'lgan bir odam hisoblanasiz. O'z pushtingiz bo'lgan shu farzandingizga yetarlik mehr muhabbat ato qilolmasangiz, balkim farzandingiz cho'ng bo'lgandan keyin beshingizga balo bo'lishi mumkin. Kichik vaqtida yaxshi ta'lim tarbiyaga ega bo'lmagan shu farzand yetarlik mehr muhabbat, vafo va kuyimga ega bo'lmagan farzand boshqalarga mehr muhabbat, vafodorlik yetkazolmaydi. Biz 4 kunlik bu olamda qanchalik yashaydiganligimizni bilmaymiz. Shuning uchun mayli qanday zamon makonda bo'layli, mehr muhabbatdan iborat shu o'chmas shamchiroqni o'zimizga hamroh qilsak,
mayli biz nada bo'layli, atrofimizdagi kishilar bizdan xushal bo'ladi, bizdan suyundi. Quyoshga o'xshash atrofingizga nur chachadigan mehr muhabbatlik odam bo'ling. Boshqalarga gul so'nsa qo'limizda qoldig'ini gulning xushbiroq hidi bo'ladi. Shuning uchun qarindoshlar, kuyimlik bo'layli. Farzandlarimizga mehr muhabbatlik bo'layli. Oq qorni amdi farq etgan shu farzandlarning ko'ngli azar yemisin. Ayoldan iborat bu illiq makonninki naqadar suyumlik ekanligini his qilsin. Bo'ldi do'stlar, undaq bo'lsa, atki mazmunlarda sirdoshqicha tininglarga saqliq, kashlik uyqanglarga rahatlik tilayman. Xayr.